G'arb matbuotida Uyg'urning gapi. Abduvali Oyub. Odam degan qiziq bo'ladi ekan. Yurtingda, qarindoshlar orasida turg'uningda xalqaro xabarlarga mastona bo'ladigan gapkan. Dunyoda nima ishlarning bo'layotgani sening eng diqqatingni chekidi ekan. Yiroq qirlarda sarson bo'lib yurguningda yurtingga doir fikrlashlarga qadar diqqat qiladi ekansan. Kompyuterning oldiga kelsang, yurtingga doir xabarlarni oqtirdi ekansan. Kutubxonaga kirsang, Uyg'urga doir kitoblarga oldi bilan ko'z yugurtidi ekansan. Kitobxonalarni oralasang, Uyg'urga oidlar emas, O'rta Osiyo haqidagi biror kitob yoki biror parcha rasmmi seni bir vaqtgacha hayajonlantira oladi ekan. 2008-yili Olimpikning oldi keynida diyorimizda yuz bergan voqealar sababli Uyg'urlar haqidagi bayonlar xalqaro gazet jurnallarda doim uchrab turadigan bo'ldi. G'arb matbuotlari Uyg'ur tuproqlarining har bir bulung pushqoqlariga, Uyg'ur hayotining eng inchki tafsilotlariga qadar diqqat qilishga boshladi. Amerikada bo'lgan chog'larimda Uyg'urlar haqida yozilgan xabar, maqola va muhokamalarni imtihonlarimni qo'yib turib o'qib ketatdim. Shunda xabarlardan men hech unutolmagan birini yozg'im keldi. Suyimlik Uyg'urning sirdoshlari. (2009-yili avgustda Amerikaning g'arbiy janubidagi Mayamida yashaydigan bir amerikalik do'stimning uyiga taklif qilindi. Do'stim bilan dengiz sohilida oftob sanavotsak, umrimda ko'ribmi boqmagan bir hayvon putumning yenidila paydo bo'lib, qo'rqitibdi. Do'stimning aytishicha, keladin sal cho'ng, timsoq bollarga o'xshaydigan bu maxluqning ismi iguana ekan. Odatda odamlarga chiqilmaydi ekan. Do'stim menga, "Mantiqa Uyg'urlarning hammasini jonivorlarni yeb ko'maydigan, hayvonlardan qo'rqmaydigan, hayvonlar bilan aplashishga mohir kishilar o'xshaydi" desam, "Sen ajab qo'rqib ketding-ku", dedi. Uning bu gapi menga qiziqarli berindi. Nemishqa undaq deydiganligini so'rasam, Amerikada chiqadigan nopuzliq bir gazetdan o'qigan mo'nin xabarini so'zlab berdi. Amerikaning g'arbiy janubiga tava bir shaharda bir Uyg'ur injener yashaydi ekan. Bu kishi asli G'o'jidan bo'lib, 60-yillarda O'zbekistonga ko'chib ketgan ekan. Sovet imperiyasi parchalanib, mustaqil jumhuriyatlar qurilganda Uyg'ur diyoriga qaytmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ijozat ololmadi. Oxiri Amerikaga ko'chib kelib, g'arbiy janubdagi shu shaharda yashab qoldi. Bovoy o'ltirishliq ko'chadagi mahalladoshlar ichida ba'zi bovoy mo'maylardan boshqa ko'pinchalar u kishining ismini bilmaydi ekan. Faqat Suyimlik Uyg'ur deb atishadi ekan. Bu kishi mahalladagi axlat vagonining yeniga bir to'xtay o'rnatib, "Buzilmagan yemekliklarni tashlamoqchi bo'lsangiz, menga qoldiring. Sizning Suyimlik Uyg'ur do'stingiz bu yemekliklar bilan qushlarni hozirlantirdi" deb yozib qo'yibdi. Bovoyning Suyimlik Uyg'ur deb atalib qolishi mushu sababdan ekan. Har kuni bovoy shahar turib, qo'shnilar axlat vagonining qishiga qoldirgan yemekliklarni turiga ayirib, mahalladagi chimliq maydonga dasturxon selib yayidi ekan. Kaptarlar, qushqochlar, turnalar dasturxondagi yemekliklardan cho'g'irlashgancha oziqlanishga boshlaydi ekan. Qushlarning ba'zilari bovoyning do'lasiga, ba'zilari beshiga qo'nib erkilishidi ekan.
qushlarni oziqlantirib, qushlar bilan mungdishib bo'lgandan keyin bovay dachisining oldidagi beg'iga ishlaydi ekan. Qo'shnilarning hayron qolgani bovayning beg'iga yulg'un, terak, üzma, jigidi qatorliqlarni tikib olgani bo'ldi. Amerikada, bo'libmi Amerikaning g'arbiy janubida bu daraxtlarning ba'zilari oson oynamaydi ekan. Bovay 20 yildan beri ajr qilib, ba'zi ko'chatlarni necha 10 rat qayta tikib, oxiri aytibdi. Daraxtlarning hammasining ismi bor ekan. Üzmaning ismi Mo'zugum, terakning ismi Sodir, yulg'unning ismi Shiroq, jigdining ismi Stuq ekan. Bovay doim bu daraxtlar bilan uzoqdan uzoq sirdishib ketadi ekan. Bovayning ishdan kelgandan keyin qiladigan ishi daraxtlarning orasida o'ltirib bir igvana bilan mungdishish ekan. Bovay bu igvanaga Istiqlol deb ism qo'ydi. Asli bu uning G'o'ljadagi tunji paynavrisining ismi ekan. Do'stimning hikoyasi shu yerga kelganda uni to'xtatib oldi va xabarning to'r adresini yozib olib, ushqandek yotoqqa qarab chopdi. Gazetda bovayning igvana bilan bo'lgan suhbati mundoq berilibdi. Istiqlol, sen qo'rqyapsan nima? Sana nima bo'ldi? Bugun tugilib qolibsan-ku. Qo'rqma. Biz yolg'iz emas. Biz chorasiz emasmiz. Qorong'u tushib ketdi sen. Qara. Uyg'urni islomga muyassar qilgan Stuq bizning yenimizda. Stuq bizga yetkazgan mash'al qo'limizda. Yuragimizga eng yaqin joyda. Biz qorong'udan qo'rqatdikmi? Aytqina, biz zulmatdan qo'rqatdikmi? Yo'q. Menga baq. Istiqlol, menga baq. Stuq o'ldi edamsan? Nozugimni o'ldi demoqchimisan? Yo'q. Ular Allohning jamoliga musharraf bo'ldi. Ular shahidlik sharafiga noil bo'ldi. Ular Allohning dargohida mangulik hayotga erishdi. Sen meni o'lmadi demsan? Yo'q. Men o'ldim aslida. Men vatan tuproqlarini ko'zimga suramagan. Vatan ziminiga bag'rimni yoqamagan. Vatanning ko'k osmonidagi muborak yangi oyga salom beramagan kundan boshlab o'rikman. Sen gap qilyapsan, hayotsan demoqchimi? Ha. Men Uyg'urcha so'zlayapman. Men Uyg'urcha so'zlayapman emas. O'lik qalbimga oxirgi nafaslarimga qadar malham bo'layotgan vatanimni zikr qilyapman. Mening birla orzuyim bor bo'ram, faqat birla. Mushu dunyoga birla so'zim bor. Butun jahonga anglatib, bu mening vatanim. Ey dunyo angla, bu mening vatanim. Deb varqirgan petim, bir umr qonmagan vatanning bag'riga yuragimni yirib yiqilsam deydi. Muxbir bovayning qushlarga bu qadar amriqligining sirini mundoq egilibdi. Uyg'urlarda insonlarga Alloh ato qilgan ne'matlarda butun jonsiz jonliq hamma mavjudotning haqqi bor degan tushuncha bor ekan. Shunga bovay erishgan ne'matlardan oldi bilan qo'shni qo'limlarni bahramand qildi ekan. Saxovat organiga yog'ini topshirdi ekan. Oxirida jonivorlarni oziqlantirdi ekan. Bovay kichik chig'ida turnalarning vatanidagi mahalla osmonida uchqanlarini doim eslaydi ekan.
u Amerikada o'zi ko'rayotgan bu qushlarning vatanidan kelganligiga hamda vataniga uchib bora oladiganligiga ishonar ekan. U muxbirga mundoq debdi: qushlarga pasport kerak emas. Ular xohlagan yerlarda ucha oladi, istagan makoniga bora oladi. Qushlarga insonlar sizgan chegara siziqlari kor qilmaydi. Ular bizdek vizaga, ijozatga muhtoj emas. Men bu qushlarning qanotlaridan vatanimning hidini purayman. Bu qushlarmi mening hidimni vatanimga yetkazadi. Men qushlar bilan qancha yaqin tursam, o'zimni erkinlikka shuncha qong'ondek his qilaman. Qushlar bilan o'tgan daqiqalarimda o'zimni qushdek, vatanimga uchayotgandek sezib, yurakim vatan osmonida tepchaklagandek hayajonlanaman. Bu Qur'onni o'qib etib, yodimga Odil Tuniyazning "Musofir qushlar fasllarga vatan deb yig'lar" degan misralari keldi. To'xtamay yosh quyulayotgan ko'zlarim bilan gazetdagi bovayning suratiga qaradim. Suratda vejikkina kelgan Qashqar ko'chalarida, ko'cha rastillarida, G'ulji bozorlarida doim ko'gili bo'ladigan minglagan Uyg'ur bovaylarga o'xshaydigan bu bovay bir igvanaga engishib, nimalarnidir davatgandek turibdi. Xabardan beshimni ko'tarib sirtqa chiqdim. Ko'z oldimda poyonsiz dengiz so'zilib yotadi. Oldimda menga cheksizlikning hayojonini his qildirayotgan dengizda chegara yo'q edi. Osmonga qaradim. Men amroq cheksizlik, kenglik, ulug'lik ko'kda, ko'k rangda edi. Deniz ko'k, osmonmi ko'k. Faqat ziming'ila turli rangdagi bayroqlar, cheklar, to'siqlar hukmron edi. Naqsha etmoqchi bo'ldim, lekin ovozim bo'g'ilib, osmon ko'k, deniz ko'k. Men nemishqa zaparam deganlarni orolda deyardim.